hayajonlanaman-da qizlar ko'rgandan keyin. O'zi men yaxshi bachchaman, o'zi hayajonlanmang. hayajonlanmayman, bemalolman. Ana gellik nima deb turdim? Nima ovqatlar yaxshi ko'rasiz? Ha. Osh, manti. Manti, somsanichi? Somsa zo'r ovqat, somsa qiladi-da, ava degan tog'am bor-da, Po'ratda, ava tog'am somsa zo'r somsa. Shuni. Ha. Mantirpaningiz hozirroqgina pul yordam qilib turalasizmi? Mayli, qancha? Uncha ko'p emas, bir 30 millionmi? Oy, hozir menga 20 ta ho'kiz bermoqchi edingiz-ku. Ya, u narsalar uyda bor, hazildan tashqari pulim qolib ketganda, mana yangi ishdan kelib chiqdim, u ishdan ichida qolib ketdi-da, bilasizmi? 30 million bera olmayman. Ya, hazillashdim, mayli, yordam qilsa berib tursangiz ham bo'ladi. Lekin adikalaringiz jomon shirin ekanda. Adikal emasmi, Louis Vuitton? Louis Vuitton? Futbolchimi? Yo'q, atar. 100 ming, 200 mingmi? Yana 100 ming qo'shib berib turing, odamlar nasib qiladi. Pulingiz juda ko'p ekan-a. Men duo qilaman keyin sizni. Otingiz kim? Marjon. Ha, Marjona. Marjona menga 1 berdi. Uni ish javob qo'ying, duom yaxshi anaqa qilmaydi, mashin. Bilasiz, 200 ming. Men hayotimda buncha katta pul ishlab ko'rmaganman-da. Ha, yo'q. Juda ham saxiy qilasiz. Qo'lingizda duoga oching. Hozirga ekansiz-da. Ha, men yaxshilik tarafdoriman-da. Marjona menga 1 berdi. Marjonaniki bundan ham keng bo'lsin, har doim bo'lsin. Puli ko'p bo'lsin demoqchi. Puli ko'p bo'lsin, ko'zlarida g'am tashvishlar kelmasin. Oldingizdagi oq otdagi shahzoda oq samolyotda kelsin. Shunday yigitlar kelsinki, oldingizga gapirolmay ketay. Yo, yaxshi bachalar kelsin, Marjonni hech kim olmasin, yo'ldan urmasin. Marjon to'g'ri yo'lda, somsani yaxshi ko'rib qolsin, somsa yaxshi. Bilasiz, hayajonlanib. Nima eng katta orzungiz nima? Eng katta orzum. Ota-onam sog'lom bo'lsin. Ota-onasi sog'lom bo'lsin. Lekin juda ham ko'nglingiz ochiq qiz ekan. Sizdek qiz ko'rmaganman-da. Mayli, baxtingizni bersin. Amin. Allohu akbar. Hozir kashinsam. Ana telefon nomeringizni olsam bo'ladimi? Voy. Ham pul beray, ham nomer beray. Ya, do'st bo'lib qolish maqsadida men yaxshi bachchaman, unday qizlar ollab gaplashmayman. Biron marotaba qiz bilan gaplashmayman. Prosta men ertaga qarshi deganimda Marjona do'stim bor deb eslab yuraman-da. Pul berib turaman-a sizga har kelganda. Ya, pulmas, pulingizni ham qaytarib beraman. Prosta do'stlik yuzasidan yaxshi qiz ekansiz, bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Hech bo'lmasa Instagramingizni olsam bo'ladimi? Bo'pti, unda bo'ladi. Bu Instagramingizni olaman. Sizni birov olmaganmi, olmaganmi? Manimi? Yo'q, aldamagan. Biron marta olmaganmi? Yo'q, hech kim aldamagan. Men sizni ollasam bo'ladimi? Unaqami? Aldadingizmi meni? Nima deb aldadingiz? Yo'q. Olmayman degani ma'nosi mashinangizda meni Jirqo'rg'onga taklif qilasizmi demoqchiman, Jirqo'rg'on bozori. Mayli, xo'p. Yo, to'g'risi buni. Ha, mayli. Hech kim urushmaymi? Yo'q. O'zingizniki mashin? Oldiga o'tiraymi, orqasiga o'tiraymi? Qancha o'tirish xohlasiz? Orqasi zo'r ekan, lekin orqaga o'tiraman. Bo'ladimi? Oldidan ko'ra orqa yaxshi-da. Mayli. Yo'q. Unaqamang. Orqasi jamon yoqda yaqin ham mashinangizning. Yo'qdimikan? Ha, ana do'xingizdan bitta sepsam bo'ladimi men ham?